korladaki birden-bir bo'lgan müştaq bütün avtomatiklaşgan gilamjuş uskunasi oldu. Nerede o deb qiziqib qaldinglar için, keynimdikisi nima deb bilmay qaldinglar için. Bu bo'lsa mana bizning korladaki birden-bir bo'lgan müştaq bütün avtomatiklaşgan gilamjuş uskunasi oldu. Mushu uskunalar orqali uydagi barliq gilimingizni shu 24 soatning ichida yuvib, quritib, chasta qilib chiqarib beramiz. Gilam yug'izib baqqanlar uqsilar için ashtaq yozdig'u endi ishtiq qurib ketadi. Mushtaq qish vaqti bo'lib qolsa, agarda gilamlaringiz yarim oy, bir oy bo'lmagach qat'iy qurimaydi. Biroq bizning mushu yug'an uskunalarimiz orqali shu ekegan gilimingiz 24 soatning ichida uyingizdan ekkilib, yuvib, quritib chiqarib uyingizga seppaga qo'yamiz. Bularning hammasidan tökpisi mana mushu mashinadan keldi. Biroq ko'rayotlar, ko'pidan salimiz mushu uskuna o'zi paq-paq yuvib chiqarib turdi gilamni. Yuvib bo'lgandan keyin anadagi miyada mana roketaga o'xshab turgan bir uskunamiz bor. Ichiga sepib qurtilgan bo'lsa, gilamimiz nayt chiqib turibdi. Eğer de sizin gilam yug'izmoqchi bo'lsangiz, inkasrayimizga uchirib qoldirsanlar bo'ldi yoki ayrimxonamizga uchirib qoldirsanlar bo'ldi. Bo'lmasa bosh betimiz telefon nomeri bor. Telefon qilsanlar bo'ldi. Kutamiz.